Assalomu alaykum hamyurtlar. Mana bugun yana narsalardan berib yubordik. Xudo xolasa. Xo'p, bu narsalarimiz ekilasi ham hop, yangi bozorga bo'ldi. Toshkent viloyati yangi bozor shaharchasi deydimi? O'sha yerga bordi. Xo'p, 90 dan torayadigan chizel, 90 lavka stokesi, ikkita g'ildirag'i, ikkita ochar. Xo'p. G'ildiroq 20 kilolik 64 santimetrlik bir jup. Keyin sabzi ko'yladigan, piyoz ko'yladiganimiz. Karjobkamiz bo'ldi. Buni chiqarib oldik. Bunisi 72lik g'ildirog'imiz, 72 santimetr, og'irligi 25 kilodan. Bunisi karchak ko'yladigan lavkamiz. Hop, bunga o'qini ham qo'shdik. Kimga shunaqa xizmatli kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Mashinamizdan, shopurimizdan qarab o'tiribdi. Hozir Dama Labodan chiqarib beramiz. Hammaga rahmat. Like esdan chiqmasin.